Uzun market orqali 5 million pul tikib daromad qilish mumkinmi? Ko'pchilikdan keladigan aynan shu savol, o'zi qancha pul bilan boshlasam bo'ladi va qanaqa qilib boshlayman? Men sizga mana shu video orqali qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Bunga chuqurlashamiz va o'ylaymanki, sizga ham, menga ham bu video manfaatli bo'ladi. Meni vaqtim bekorga ketmaydi va siz bu yerdan eng kerakli bilimni ola olasiz degan umiddaman. Ko'pchilikda fikr uyg'onadi, biznes boshlash uchun, ayniqsa marketplace orqali biznes qilish uchun katta pul kerak deb. To'g'ri, qancha katta pulingiz bo'lsa, shuncha ko'proq daromad qilishingiz mumkin. Lekin xavfli taraflari nimada? Siz sohani to'liq tushunmaysiz. Ya'ni agar offlayndagi tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, Instagramdagi tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda sizda nima bo'ladi? Aynan shu biznesni shunchaki bu yerda davom ettiraman degan tushuncha paydo bo'lib qolishi mumkin. Lekin Instagramdagi offline do'kondagi biznesingizdan farqli o'laroq marketplace'da ozgina boshqacha. Nimaga? Marketplace'da reyting degan narsa bor. Marketplace'da sotuvni ko'tarish uchun продвижение degan narsa bor. Ya'ni siz sotuvlaringizni yaxshi qilishingiz uchun hamma qadamingiz bir-biriga zanjirdek bog'langan. Bu ketma-ketlikni men hozir sizga to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Undan oldin 5 millionni qanaqa qilib taqsimlab olamiz? O'zi 5 million bilan biznes boshlasa bo'ladimi? Men ha deb ayta olaman. Chunki shu kungacha 1900 dan oshiq o'quvchi o'qitgan bo'lsam, aksariyati 70% aynan mana shunaqa holatdagi summadan boshlagan. 5 million, 3 million, 10 million eng ko'pi bilan mana shunaqa summa bilan boshlab turib, o'zini biznesini boshlab, rivojlantirib, ana undan keyingi qadamda katta pulga o'zini fokusini qaratgan. Nega kamroq pul bilan boshlasa ham bo'ladi? Ko'p ekspertlar bu narsani inkor qilishadi. Juda ham ko'pchilik inkor qiladi. 90% desam ham bo'ladi. Lekin meni fikrim nimada? Men o'zimning tajribamdan kamroq summa bilan natijaga chiqqan o'quvchilar ko'p. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi o'rinda siz bozorga kirayotganingizda, ya'ni marketplace ga kirayotganingizda tajribali sotuvchi bo'lish shart emas. Balki uy bekasidirsiz, balki davlat ishida ishlaydigan, hayotingizda umuman sotuv bilan shug'ullanmagan inson bo'lishingiz mumkin. Bozordagi savdogar yoki Instagramdagi savdogar bo'lishingiz mumkin. Xohlagan toifadagi inson bu biznesga kira oladi. Faqat kirayotgan payti analiz qiladigan narsamiz nima bo'ladi? Sizdan qaysi vaqtda kiryapsiz? Mana shu savollar javobi eng muhimi. Ya'ni siz mart oyida sotuvga kiryapsiz. Qo'lingizda 5 million so'm pulingiz bor. Endi nima sotaman? Nima sotsam ko'p pul topaman, yaxshi foyda qilaman deb birinchi o'zingizga shu savol berasiz. Lekin mana shu joyda men savolni boshqacharoq qilamiz. 5 million pulim bor ekan, nech pulli tovar atrofida aylanishim kerak? Ya'ni men olib sotadigan mahsulotlar nech pul atrofida bo'lishi kerak o'zi va o'shanda menga foyda qoladimi? Mana shu savolni beradigan bo'lsangiz, unda bizning qadamlarimiz uje to'g'rilanishi boshlaydi. Sizda 5 million pul bo'ladigan bo'lsa, uni 10-15% ni ajratib qo'yish nima uchun muhim? Chunki marketplace'da bitta mahsulotning kartochkasini yaratib, uni sotuv bilan shug'ullanish uchun ko'proq mehnat qilamiz va uni endi reytingini ko'tarib, topga chiqarib olgan paytimizda bizga pul kerak bo'lishi mumkin, mahsulotni yana ham ko'proq sotib olish uchun. Shuning uchun shunaqa force major holatiga albatta 10-15% pulimizni olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qaysidir mahsulotimiz yaxshi sotiladigan bo'lsa, bizni pul qidirib qarzga botmaslik uchun. Bu eng birinchi muhim omil. Keyingisi, o'sha pulimizni 10-15% ni olib qo'yganimizdan keyin, keyingi etapda 3 ga bo'lib olamiz. Nimaga 3 ga deydigan bo'lsangiz, marketplace o'zining qonun qoidasi bor. Ya'ni har zakazdan keyin mana zakaz tushdi. Zakaz tushganidan keyin klient olib ketadigan kun bor. Klient olib ketgan kundan boshlab 10 sutkadan keyin sizga pul shotingizga tushadi. Chunki bu iste'molchilar huquqini himoya qilish qonunchiligiga doir bo'lgani uchun bu uzun marketda chiqarib qo'ygan qonun emas. Ya'ni respublika ichida mana shu qonun amalga oshgani uchun mana shu 10 kunlik muddat belgilangan. Shuning uchun pulni 3 ga bo'lib olamiz. 3 ga bo'lib olganimizdan keyin uni yana taqsimlaymiz. Qarang, nimaga 3 ga? 3 hafta bo'ladi. 3 hafta davomida biz yengillik kiritishimiz kerak, ya'ni sotuvlarimizni oshirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi haftada bizga kerak bo'ladi 5 donadan 10 xil tovar. Chunki biz hali marketplace ga endi kiryapmiz, aynan nima sotishimizni bilmaymiz. Shu uchun
bizaga har xil yo'nalishdagi mahsulotlarni test qilib ko'rish kerak bo'ladi. Mana shu birinchi 5 millionimiz aynan test jarayonidan bizaga doimiy pul olib keladigan mahsulotlar kartochkasini yig'ish uchun eng muhim qoida hisoblanadi. 5 donadan 10 xil mahsulot sotib oldik. Bu kartochkani yaratamiz va birinchi haftada sotuvga chiqaramiz. Sizda katta ehtimol bilan eng yomon holatda 3 ta mahsulotingiz yaxshi sotilishi mumkin. Balki hammasi sotilishi mumkin, balki yarmi sotilishi mumkin, lekin eng yomon holatda 3 tasi sotilishi mumkin. Mana shunaqa holatda, mana 3 ta aktiv kartochkangiz bo'lyapti. Qolganlarini 10-15 kun davomida kuzatasiz. Ustida ishlab ko'rasiz, kartochkalarni, kali so'zlarni ustida ishlaysiz, rasmlarni ustida ishlaysiz, ketma-ketlikni qilasiz va agar 10-12 kun davomida sizda rezultat bo'lmaydigan bo'lsa, bu mahsulot sotilmaydi degani emas. Shunchaki siz sota olmadingiz, ya'ni sizni qo'lingizga tushmadi degani. Shuning uchun undan keyin o'zim komissiyani qo'yib turib, o'zini tan narxida bo'lsa, mahsulotni sotib, pulni yechib olishga e'tiborimizni qaratamiz. Ikkinchi haftada esa yana xuddi shu ishimizni qaytaramiz. Bizda o'sha ikkinchi haftada yana 3 ga bo'lib olgan pulimizning bir qismi bor. Mana shundan yaxshi ketayotgan mahsulotlarga, shu 3 ta yaxshi ketayotgan mahsulotimizga ustiga yana 5 tadan, 10 tadan qo'yishimiz mumkin. Qancha ketayotganiga qarab. Undan ortganiga yana 7 xil, 5 xil mahsulotni 5 donadan qo'yamiz. Va biz ikkinchi haftada yeni yengillik kiritgan bo'lamiz. Mana buni qilganimizdan keyin bizda 3-hafta keladi. Mana bu ikkinchi haftada ham ikkita uzog'i eng yomon holati ikkita mahsulotingiz yaxshi sotilishi mumkin, qolganlarini sotuvi past bo'lishi mumkin. Va 3-haftaga o'tamiz. 3-haftaga o'tganimizda ham o'sha pulim 3-qismdagi pulimizdan yaxshi ketayotgan mahsulotlar uchun qanchadir qismini ajratamiz. Ortib qolganiga yana qanaqadir yengilliklarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu zanjirni ketma-ketligini davom ettirgan holda bizda 4-hafta boshlanadi. 4-haftada 1-haftadagi bo'lgan sotuvlarimizdan tushgan pullarimiz sekin astalik bilan bizning hisob raqamimizga tushishi boshlaydi va bu pulni biz yechish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Va bu pulni yechganingizdan keyin siz bemalol mana shu puldan yaxshi ketayotgan mahsulotlarga ajratishingiz va ortib qolganiga yana yengillik kiritishingiz imkoniyati bor. Va esingizda bo'lsa 10-15% olib qo'ygan pulimiz bor edi. Mana shu pullardan bizani xarajatlarimiz uchun, ya'ni markirovka, qaysidir ma'noda upakovkalarimiz uchun, printerlarimiz uchun ma'lum bir summani ishlatamiz va agar qaysidir mahsulotimiz bir kunda tez tugab qoladigan bo'lsa, mana shu puldan doimiy tarzda ishlatib turishimiz mumkin bo'ladi. Va ketma-ketlikni zanjiri ushlaydigan bo'lsangiz, men o'zimni tajribamda aytolmayman. 1900 o'quvchi bo'lsa, shundan 166 ta o'quvchi mana shu aytilgan qadamlar orqali bajarib turib, eng yomon holatda 3 oy ichida, 5 million so'mini 20 million, 25 millionga chiqarishdi. Eng yaxshi holatda 50-60 millionga ham chiqara olishdi. Bu faqat biznesning ichida aylanadigan pul. Hech qanaqa sof foyda yechilayotgani yo'q. Chunki sizda o'zi kam pul, mana shu kam pulni ko'paytirish orqali, qayta investitsiya qilish orqali siz bemalol 3 oydan 6 oygacha bu pulni maksimal darajada ko'paytirish imkoniyatiga egasiz. Va bu tajribada sinalgani uchun, shu 166 ta o'quvchidan jarayondan o'tgani uchun men bemalol tavsiya qila olaman. Siz 5 million bilan ham o'z biznesingizni marketplace'da boshlay olasiz. Chunki sizda arenda to'lovlari yo'q, ishchi xarajatlari yo'q, vaqt, ya'ni ertalabdan kechgacha sizga admin bo'lishi shart emas. Mana shu ketma-ketliklarni bajargan holda o'zingizni kichkinagina doimiy pul olib keladigan manbangizni yaratishingiz va keyingi katta biznesga qadam tashlaydigan fundamentingizni qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tovar tanlayotganda nimalarga e'tibor beramiz? Mana biz aytib o'tdik-ku, haftasida 10 ta tovar deb. Mana shu paytida nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Birinchi o'rinda mahsulotni tanlayotgan paytingizda siz o'sha mahsulotdan foydalanadigan yoki atrofingizdagilar foydalanadigan bo'lgani yaxshiroq. Ya'ni sizda ma'lumot bo'lsin bu mahsulot haqida. Siz qachon sota olmasligingiz mumkin. Qachonki bu mahsulotda o'zingiz xabaringiz bo'lmasa, o'zingiz ishlatib ko'rmagan bo'lsangiz, siz hayotingizda duch kelmaydigan mahsulot bo'lsa. Masalan, menda o'zimning tajribamda aytaylik, nima sota olmaganman. Bolalar, ya'ni chaqaloq kiyimlarini
va chaqaloni, ya'ni biza bolalar kiyimini sotuv bilan shug'ullanaman, lekin 0 dan 3 yoshgacha bo'lgan tovarlarni, bolalar kiyimini sota olmaganman. Nega? Chunki meni farzandlarim eng kichkinasi o'sha 12 yosh va men 12 yil orqadaman. Ya'ni meni fikrim o'sha 12 yil orqadagi narsa bo'yicha fikrlaydi va hozirgi trenddan xabarim yo'q. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Mana shu narsa meni minusim. Yoki uy bekasi bo'lib, uyda o'tirib, har kuni osh ovqat bilan shug'ullanmayman, uy tozalamayman, uy yig'mayman va uyda hozirgi kunda masalan dasturxon uchun qanaqa idish-tovoqlar trendda. Umuman ijtimoiy tarmoqlarda nimalarga ko'proq urg'u berilyapti. Bu narsalar men uchun qiziq bo'lmagani uchun mana shu yo'nalishda ham, ya'ni uy ro'zg'or buyumlarini sotishda ham qiynalishim mumkin. Lekin siz uy bekasi bo'ladigan bo'lsangiz, sizda uy uchun bo'ladigan mahsulotlar yaxshi sotilishi mumkin. Chunki siz bu mahsulotlar bilan har kuni yuzlashasiz. Yoki siz endi 1 yosh, 2 yoshli farzandi bo'ladigan bo'lsa, farzandlaringiz uchun bo'lgan o'yinchoqlar, kiyimlar, butulkalar, shunga o'xshash mahsulotlarni yaxshi tanlay olasiz va yaxshi sota olishingiz mumkin. Agar siz davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz, har kuni qanaqadir ofisni kiyimlar kiyadigan bo'lsangiz, demak siz hozirgi trendni, hozirgi ofisning variantda qanaqa trendda kiyilinyapti, zamon qanaqa, zamonaviy modani tushunishingiz va kiyimni yaxshi sotishingiz mumkin. Yoki o'zingizni qiziqqan yo'nalishingiz, aytaylik, sumkalarga balki qiziqarsiz, balki ro'mollarga qiziqarsiz, yoki aksessuarlarga yoki bijuteriyalarga qiziqadigan bo'lsangiz, mana shu narsani har kun hayotingizda sinayotganingiz uchun bemalol shunaqa mahsulotlarni sota olishingiz mumkin. Shuning uchun har bitta o'quvchiga tavsiya qiladigan narsa, mahsulot tanlayotganda oldin u mahsulot siznikimi yo'qmi? Siz hayotingizda duch kelasizmi yo'qmi? Mana shu narsaga ko'proq e'tibor beringlar. Bu sinalgan va har doim sinovdan o'tgan narsa. Men nimadir zo'r sotayotganim bilan bitta o'quvchi keladida, menga o'sha zo'r sotilayotgan mahsulotingizni ayting, men ham shuni sotaman deysa, men beraman. Bu umuman nima deydan, jalka narsa emas, lekin uni o'sha o'quvchi sota oladi degani emas. Katta ehtimol bilan sota olmasligi mumkin. Chunki u mahsulotni u analiz qilib ko'rmagan bo'ladi. Yoki siz umuman bu mahsulotlardan uzoqdasiz, lekin sotuvlari bilan 10 yillik tajribangiz bor, doim optimda yoki bozorda shu mahsulot bilan shug'ullangansiz. O'sha razmeri kimga qanaqa turadi, qanaqa razmerda bo'ladi, buni to'liq bilasiz. Mana o'shanda sizda shu yo'nalishda savdo qilish imkoniyati ko'proq hisoblanadi. Keyin mahsulot tanlayotganda, mahsulot sotuvga chiqarayotganda e'tibor beradigan narsamiz, bitta mahsulotdan birdaniga 100 ta, 200 ta olib tashlash kerak emas. Nega? Siz hali men uni zo'r tushunaman desangiz ham ishonchingiz komil emas. Bu bozorda o'zi bu mahsulot kerakmi, yo'qmi? Yoki kimdir ko'r-ko'rona sotayotgan bo'lsa, men ham o'shani sotaman deb kiradigan bo'lsangiz, 100 talab olib qo'yib, ertaga sota olmasligingiz mumkin. Shuning uchun eng optimal variant bu 5 donadan olib ko'ramiz, test qilib ko'ramiz, undan keyin pul tikamiz. Ana o'shanda sizni tajribangiz oshadi, ana o'shanda siz rivojlana olasiz, ana o'shanda sizni biznesingiz to'g'ri shakllanadi va fundamentingiz to'g'ri qo'yiladi. Tovarlarni olayotganda qatladan olishimiz kerak. Agar sizda haqiqatan ham 5 million pul bo'ladigan bo'lsa, men tavsiya qilaman Xitoyga, mana kilolik WeChatdan приложениyalardan zakaz qilamiz deyshadi-yu, bunaqa narsaga tavsiya qilmayman. Chunki siz vaqtdan yutqizasiz. Kutishingiz kerak u tovarni. U tovar tayyor bo'lishi uchun qanchadir vaqt kerak, uni O'zbekistonga kirib kelishi uchun qanchadir vaqt kerak, uni sotuvga chiqarish uchun vaqt kerak. Shuning uchun men tavsiya qilaman, o'zimizdagi Abu Saxiy, O'rizor, Bekbaraka bozorlaridan siz Xitoydan olib keladigan mahsulotingizga 50 ming qo'yayotgan bo'lsangiz, O'rizordan olayotgan mahsulotingizga 10 ming so'm qo'ying. Zato siz ko'rib turgan narsaga pul to'layapsiz va tezroq aylanadi va mahsulot tugab qolganda topishingiz osonroq bo'ladi. Shuning uchun meni tavsiya qiladigan narsam har doim kam pul bilanmi, demak bor resursdan foydalanamiz. Agar sizda ko'proq pul bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha bu strategiyani boshqacharoq yondashtiramiz. Lekin bu video aynan kamroq pul bilan yoki eng kamida 5 million so'm bilan biznes qilaman degan har bir biznes boshlamoqchi bo'lgan inson uchun eng kerakli informatsiya bo'ldi deb o'ylayman. Men buni misolida o'zim o'quvchilarimni qator sanab o'tishim mumkin. Endi institutda o'qiydigan o'quvchimiz atiga $300 bilan pul bilan boshlab turib, hozirgi kunda oyiga 30-40 million aylanma qilyapti. Bu degani
6 million, 7 million sof foydasi bor degan. Student bitta farzandi bor, ham o'qiydi, ham qo'shimcha tarzda daromad qilyapti. Bu natijaga qanchada chiqqan? 3 oydan 6 oy muddatda chiqyapti. Bu irodani misolda aytolmayman bemalol. Yokida umuman eri ruxsat bermagan, zo'rg'a 5 million pulni olib boshlayman degan Ziyoda opani misolda aytishim mumkin. Hozirgi kunda erlarini o'zi investitsiya qilib, davay, nima qilamiz? Yur, birga dastavka qilamiz deb turib, bu biznesni oilaviy biznesga aylantirgan o'quvchimiz misolini ko'rsatib bera olishi mumkin. Bizani Adras akademiyamizda bunaqa misoldagi o'quvchilar juda ham ko'p, juda ham xilma-xil. Ularni har biri mana shu yuqorida aytib o'tganimdek kamroq summa bilan biznes boshlab turib, uni kattalashtirayotgan biznes egalari hisoblanadi. Men bitta narsani ayta olaman. Ekspert sifatida sizni noldan biznes boshlash qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Adras Biznes Akademiyasi orqali bu narsaga erisha olasiz. Agar sizga to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi havola orqali ma'lumotni qoldiramiz. Siz bilan keyingi foydali videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.